Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kirib kelayotgan yangi yillaringiz bilan Sharsharadan turar obyektimiz chiqyapti. Shundagina Sharshara City'ni orqasiga joylashgan. Uglovoy. Bu tarafda mana Uglovoy. Bu aslida magazinga qurilishga mo'ljallangan bo'lgan. Lekin turar joyga o'tkazib qo'yilgan. Uchta shunday chiroyli kottej tushadi. Yo'l ustida joylashgan, mana yo'l. Svet, gazda muammo yo'q. Buni pasti ham polni podval ekan, plitalar bilan yopilgan. Plita bilan yopilgan. Xohlasangiz o'zini ham ishlatsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz kottej qilaman desangiz, kottej qilsangiz ham bo'ladi. Mana shundagina suv ham o'tgan ekan. Shunday suvlarni ham o'tkazib olaversangiz ham bo'lar ekan. Podvalga kirish hodi. Narxini kelayotgan bo'lsak, 33,5 ming startli to'ralabdi. Ozgina o'tayotgan joyi bor. Real narx beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.